Qadrli do'stlar, bugun sizlar bilan savdo bo'limida muhim bo'lgan savdoni rivojlanishda va savdoni stabil, ya'ni umuman biznes stabil daromad keltirishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi omillardan biri savdo rejasi tuzish va uni to'g'ri boshqarish va uni qanday to'g'ri taqsimlash mavzularida ozgina fikr yuritgan bo'lamiz. O'ylaymanki, bu video ham sizlarga foydali bo'ladi. Sotuv rejasi o'zi nima degani? Sotuv rejasi degani korxona ma'lum bir summani, ma'lum bir topadigan foydani qanday ko'rinishda, qanday qilib topamiz, nimani evaziga olamiz mana shu summani deydigan savolga javob bu savdo rejasi. Ya'ni qo'yilgan qanaqadir rejangiz bor, mana shuncha daromad topishim kerak, mana shuncha uni ichidan foyda bo'lishi kerak. Endi sotuv rejasi buni qanday qilib amalga oshiramiz, qanday qilib bu summani olamiz deydigan savolga javob bo'ladi. Ya'ni u bo'lsin bu summani mana bu mahsulotlarni sotish evaziga, mana bu mijozlarga sotish evaziga, mana bunaqa summada sotish evaziga olamiz deydigan savolga javob bu savdo rejasi. Bu ana ro'b kursimizda, ya'ni savdo bo'limi rahbarlari bo'yicha o'qitadigan kursimizda juda ko'pchilikka savol beraman. Kimda savdo rejasi bor? Mana sizlarga ham to'g'ridan-to'g'ri savol. Kimda savdo rejasi bor? Korxonasida kimda savdo rejasi oylik, haftalik, kunlik, yillik sotuv rejasi kimda bor? Albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Ko'pchilikda bordir, endi ko'pchilikda yo'q ham. Men to'g'ridan-to'g'ri ko'rishgan insonlarimda savdo rejasi yo'q. Savdo rejasi borlar ham noto'g'ri o'rnatgan. Ya'ni nimaga noto'g'ri o'rnatgan? Hozir buni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchidan savdo rejasi bo'lishi kerak. Nimaga desanglar, sotuvchi bilishi kerak, o'ziga oladigan daromadini nima evaziga oladi, korxonaga u qanaqa foyda keltiradi va korxona bir oy davomida qancha daromad qilish kerak, minusga kirmasligi uchun. Bu narsani aniqlangan bo'lishi kerak va bu savdo bo'limiga reja sifatida tushirib berilgan bo'lishi kerak. Ko'pchilikda savol bo'ladi. Savdo rejasini nimaga asoslangan holda qo'yamiz? O'tgan sezongami, o'tgan oyga nisbatanmi? Endi bu ikkalasi ham ta'sir qilishi mumkin. O'tgan sezon ham, o'tgan mavsum ham, o'tgan oy ham. Lekin bitta muhim narsani inobatga olish kerakki, sizni qo'yayotgan sotuv rejangiz sizni zararsizlik nuqtangizdan kelib chiqqan holda qo'yilishi kerak. Nima degani bu? Korxonani zararsizlik nuqtasi bor. Ya'ni mana shu summani topmasa korxona minusga kiradi degan summa. U kimdadir 100 million, kimdadir 500 million, kimdadir 1 milliard, 2 milliard farqi yo'q. Har xil bo'lishi mumkin, lekin buni savdo bo'limi rahbari ham, asosan biznes egasi ham juda yaxshi bilish kerak. Agar biznesi oyida nech pul kassaga tushirmasa, biznes minusga qarab ketadi. Ko'pchilik buni bilmas ekan. Buni ichiga sizni o'zgaruvchi xarajatlaringiz va o'zgarmas xarajatlaringiz kiradi va mana shu summani birlashtirgandan chiqqan summa sizni zararsizlik nuqtangiz. Ya'ni siz oy davomida mana shu summani kassaga qo'yib qo'ymasangiz, biznesingiz minusga kirib ketadi. Agar buni endi kassaviy razrif deydi, kassada uzilish. Buni qanaqa yo'llari bor? Agar menda Javohir akraz meni muammoyimni aytyapsiz, nima qilib hal qilsam bo'ladi shu etapdan chiqib ketish mumkin uchun desa, ikkita yo'li bor. Birinchisi o'zingizda yig'ib qo'ygan, o'zingizni daromadingizdan kassaga o'sha uzilgan nech pul yetmayotgan bo'lsa, aytaylik, sizni turishingiz 100 millionda, lekin savdo rejasi 60 million bajarildi. O'rtadagi 40 millionni yo o'zingizni cho'ntagingizdan qo'yasiz, yoki investorlar orqali yoki qarz orqali nima qilib yopishingiz kerak, bo'lmasa biznesingiz minusga qarab ketaveradi. O'shaning uchun ko'p joyda savdo rejasi noto'g'ri qo'yilganligining sababi shuki, korxonalar, bizneslar o'zini zararsizlik nuqtasini hali bilmaydi. Ya'ni nech pul topmasa biznes minusga ketadi deydigan narsani birinchi aniq qilib olib, ana uni ustiga keyin foyda qo'yiladi va buni savdo rejasi sifatida beriladi. Tushuntira oldimmi? Savdo rejasini to'g'ri qo'yish uchun birinchisi korxonaning zararsizlik nuqtasi aniqlanadi va bundan kelib chiqqan holda imkon qadar savdo rejasi qo'yiladi. Endi yangi biznesmen men nimaga asoslanib qo'yaman desa, buni ham aniqlashtirsangiz bo'ladi. Tasavvur qiling, siz oylik qanaqadir o'zgarmas xarajatlaringiz bor, arendangiz bor, xodimlar oyligi bor, nalog bor, kommunalka bor, shunga o'xshagan narsa va o'zgaruvchi xarajatlaringiz bor. Xodimlarning premiyasi, ya'ni savdoga bog'langan beriladigan summalar va savdoga bog'lanmagan summalar. Nima degan? Arendangiz savdoga bog'lanmagan. Siz misol uchun bu oy savdo yaxshi bo'lmadi, uzr endi arendani keyingi oy berarman desangiz, nima arendatoringiz yaxshi mayli keyingi oy berarsiz demaydi-ku, to'g'rimi? Bu mana savdoga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lmagan xarajatlar, savdoga bog'liq bo'lgan xarajatlar. Bu nima? Bonuslar. Aytaylik, qancha sotsang shuncha ko'p, qancha ko'p sotsang shuncha ko'p olasan deydigan narsa. Bu o'zgaruvchi xarajatlar, o'zgaradi sotuvga qarab. Mana shu ikkala xarajatni qo'shganingizdan hosil bo'lgan summa bu zararsizlik nuqtasi. Mana shundan kelib chiqqan holda plan qo'yiladi. Xoh foiz boshlanishiga foydani umuman qo'ymang, xoh ozroq qo'ying, xoh ko'proq qo'ying, farqi yo'q. Asosiysi harakat qilish kerakki, sotuv plani oylik kassaga keladigan pul mana shu xarajatlarimiz yopsa, biznes yo'q deganda 0 ga,
yo'q deganda foydaga ishlaydi. Asosiysi zararga ketish kerak emas. Bundan bir yil oldin savdo menejeri kursida ham o'qiganman. O'sha savdo menejeri kursidan yaxshi natijalar ko'rsatganimdan keyin men qaror qildim rob kursida ham o'qishga. Hozir rob kursini bitirib, mana diplomlarni oldik. O'ylardim, kursda o'qishim shart emas. Shundoq ham bilaman sotuvni, shundoq ham bilaman, shundoq ham tajribam yetarli. Shundoq ham zo'rman. Asosiysi mijozga yaxshi gapirsam bo'ldi, u yog'i zo'r bo'lib ketadi deb o'ylardim. Xato o'ylagan ekanman. Agar sizga ham shu kabi natijalar qadrli va qiziq bo'lsa, M-Factor biznes maktabida sotuv menejeri kurslarida tajribali mutaxassislardan bilimlarni oling. O'zlashtiring va o'zingizni tajribangizni, biznesingizni yangi pog'onaga chiqishini sababini qiling. O'shaning uchun savdo rejasi bu juda ham muhim omil va buni nimaga asoslanib qo'yar ekanmiz? Imkon qadar harakat qilish kerak, zararsizlik nuqtasiga asosan qo'yish kerak. Endi buni aniqlab oldik. Planni qanaqa qilib qo'yamiz desa, plan doim dekompozitsiya qilinadi. Ya'ni savdo rejasi shundoq kelib turib bo'ldi. Keyingi oy 500 million qilishimiz kerak deydigan narsa noto'g'ri. Xo'p, 500 million bu umumiy reja, umumiy natija. Endi mana shu 500 millionni qanaqa qilib qilamiz? Qaysi mahsulotdan sotib 500 million qilaylik? Qaysi mijozlarga sotib 500 million qilaylik? Qaysi territoriyalarda sotib 500 million qilaylik? Qanaqa chekda sotib 500 million qilaylik va qaysi sotuvchi qancha sotsin 500 million qilish uchun? Mana shunga qarab taqsimlanadi. Ana o'shanda bu haqiqiy harakatlar rejasiga aylanadi. Bo'lmasa faqat natijaga qarab harakat qilinmaydi. Misol natijaga qarab o'tirilmaydi demoqchiman. Ya'ni unga nima qilinadi? Sababini qilinadi. Bu natija sababi dekompozitsiya qilib berishingiz. Ya'ni 500 million bu natija. Endi aytadi-ku, sabab sandan, natija Allohdan. Xuddi shunaqa. Siz natijani qo'yib berdingiz, 500 million qilishimiz kerak. Endi sababini ham ko'rsatib berishingiz kerak. Bu 500 millionni qanaqa qilib qilamiz? Demak, siz 500 million plan qo'ydingiz, siz endi bo'lib berasiz. Xo'p. Bu 500 million oylik plan bo'lsa, bu 500 millionni birinchi summa bo'yi haftaga bo'lasiz. Demak, 500 million qilishimiz uchun haftasiga nechta pul savdo qilishimiz kerak. Endi haftalik planni bajarish uchun kunlik nechta sotuv qilishingiz kerak. Siz 500 millionga qarab emas, kunlik sotuv rejangizni bajaradigan bo'lsangiz, birinchidan haftalik rejangiz bajariladi. Haftalik rejani bajaradigan bo'lsangiz, oylik rejangiz bajariladi. Demak, savdo bo'limi rahbarining, umuman biznes egasining asosiy maqsadi to'g'ri umumiy maqsad qo'yib berish va uni sabablarini ham dekompozitsiya qilib bo'lib berish va uni doimiy nazorat qilish. Oxiridagi 500 millionni emas, balki siz kunlik 1 millionni, kunlik 5 millionni nazorat qilsangiz, oxiri o'sha 500 millioningiz bo'ladi. Ko'pchilik buni nazorat qilmaydi, bunga qarab, oxirgi natijaga qarab harakat qilaveradi. Oxiri bo'lmadi, qilolmadik, eplolmadik, bu oy bo'ldi, keyingi oy bo'lmadi deydigan muammolarga duch keladi. O'shaning uchun savdo rejasini qo'yishga oid ikkita muhim masala. Nimaga asoslanib qo'yiladi? Birinchisi, zararsizlik nuqtasi korxonaniki aniqlanishi kerak. O'zgaruvchi, o'zgarmas xarajatlar nech pul va korxona nech pul topmasa oyiga, ya'ni oyiga nech pul topmasa minusga kiradi. Mana shu summani aniq qilib olish kerak. Mana shu summadan kelib chiqib savdo rejasi qo'yiladi. Savdo rejasi qo'yilgandan keyin endi u umumiy reja xodimlar o'rtasida, kunlar orasida, mahsulotlar o'rtasida, territoriyalar o'rtasida, cheklar asosida nima qilinadi? Taqsimlanadi. Ya'ni sababi bitta sabab legoni yig'ib kelish orqali oxirgi natijaga erishiladi. Shundoq kelib turib bo'ldi, 500 million plan, davay gazini bosinglar, bo'lmaydi. Chunki xo'p, 500 millionni nimani evaziga qilamiz deydigan savol doim sotuvchilarda qolib ketishi mumkin. Yana bitta muhim narsa, savdo xodimini erishib bo'lmaydigan rejadaqa demotivatsiya qiladigan omil yo'q, buni esinglardan chiqarmanglar. Ya'ni savdo xodimi his qilib ko'rish kerak reja bajarish mazasini. Ana o'shanda yana ham rejaga harakat qilishga, chiqishga harakat qiladi. Bir marta qila olmadi, 2 marta qila olmadi, 3 marta qila olmadi, demak bu demotivatsiya bo'ladi. Bo'ldi. Keyin ham qila olmas ekanman deydigan fikr paydo bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun rejani to'g'ri qo'yish, maqsadli qo'yish va aniq qo'yish juda ham muhim. Qadrli do'stlar, ushbu videomiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like tugmachasi, qanaqadir qo'shimcha fikrlaringlar, izohlaringlar bo'lsa, albatta savollaringlar bo'lsa ham izohda yozib qoldiringlar. Albatta o'qib javob berishga harakat qilamiz. Keyingi mavzular bo'yicha taklifinglar bo'lsa ham yozib qoldiringlar. Biz o'shandan kelib chiqib, qolgan mavzularni ham imkon qadar jamoamiz bilan yoritishga harakat qilamiz. Hozircha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.